Assalomu alaykum yaqinlar. Biz Andijon viloyati Mirovat qishlog'iga kelganmiz. Mana Muhammadjon ukamizni pochkalari quriyotgan ekan. Shunga doktor analizlariga ko'ra mana adalari o'zlarining pochkalarini beryaptilar. Shunga siz azizlardan yordam so'rab chiqyaptilar. Hozir hamma narsa tayyor. Agar bu operatsiyani qilmasa bo'lmas ekan, shunga uyni sotaylik desa uyni ko'ryapsizlar. Ikkisi tugini uyda ko'ryapsizlar. Sharoit juda og'ir. Shunga siz azizlardan operatsiyaga pul kerak ekan, kamida 10 ming dollar ketar ekan. Shunga hammanglar qo'lingizdan kelgancha 5 mingmi, 10 mingmi, 100 mingmi nari bo'lsa shu videoni mahallani gruppada oshna og'aylar hammaga tarqatib, savobga sherik bo'linglar. Bilasizlar, yaqinlar ehsonning mukofoti ehsondir. Akalar, yana bitta narsa, bir kunga hammamiz bir kunga oshxonaga obed qilish uchun kirmasak, mana shu bolaning 23 yashar bolani yaxshi bo'lib ketishiga siz bilan biz sababchi bo'lgan bo'lib qolamiz. Akalar, hammanglardan iltimos, shu bolaga yordam qilsanglar, Xudo xolasa Alloh taolo sizlarga albatta boshqa tomondan o'rnini 100 baravar qilib, 1000 baravar qilib qaytarib beradi.